Ayolim ketib qolgan, bolalarimni ko'rsatmayapti. Farzandlarim bilan ko'rish uchun nima qilsam bo'ladi degan mazmundagi savol bor ekan. Ushbu masalaga O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksining 76-moddasi yechim topib beradi. Agar ota-onalar alohida yashayotgan bo'lsa, bolalar bilan ko'rish tartibini o'zaro kelishib, mediatsiya asosida belgilab olishadi. Agar mediatsiyaga erishilmagan taqdirda bolalar bilan ko'rish tartibi sudlarda hal qilinadi. Vasiylik homiylik organining ishtirokida sud ota-onani birini bola bilan ko'rish bo'yicha aniq hal qiluvchi qaror chiqargandan keyin ota yoki onani farzandlari bilan ko'rishga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, aybdor tomonga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlik belgilanishi mumkin. Ya'ni, agar kelishuv olmasalari sudga ariza berasiz, sud qaror chiqarib bergandan keyin ham agar qaysidir tomon qarshilik qiladigan bo'lsa, o'sha qarshilik qilgan tomonga nisbatan javobgarlik belgilanar ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Agar sizda oilaviy masalalar bo'yicha nizolar mavjud bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qiling. Albatta o'zimiz sizga yordam beramiz. Ming bor uzr, hozir rini ayta olmay qoldim. Kommentariyada istimdan kulmaysizlar.